alaykum. Hakiki kaptan ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, birga malaqshimi. Allohimga hamd sanolar shukr olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsin. Mana endi haqiqiy kaptan temasida qanaqa savollar bo'lsa, men javob beraman. Qush temasidan akam bolalar. Yana qushlar serob bo'lsa, Rustamjon bor. Mana ukamiz mishiqda qanaqa savollar bo'lsa, javob beravering. Bular nimalari? Mishiqlarimizni gashuylari. Ularni toshib noskalari. Shkaflarni boshqa variantlari bor. Uylari, bo'yinbog'lari, oziq-ovqatlari bor. Lotanlari bular raddonlari. Ko'payishganda akalar boboda raddomga shoshilib, ertalabda tug'adi deb xursand bo'lib, farzandni Alloh berar ekan deb xursand bo'lamiz-ku. Xuddi shunaqa joyi ekan bir raddom bo'ladi endi mana. Raddom. Bunulari-chi? ovqatlari. Ovqatlari. Ovqatlari, ovqatlari. Ishlari ham bor. Dastlabki ham qilib beraveradi. Mana ularchi? Bu ham o'sha raddonda ochiq variant. Akalar, raddomda ochiq variant ekan. Endi odamlar uyda, hadi raddomda tursa, mishiqlarniki bunaqa ekan mana. Boboda ishqibozlar bo'lsa kelib murojaat qilasizlar. Rashta gaz usha bo'ladilar. Rashta gaz usha bo'ladilar. Mana mishiqlar necha puldan bo'ladi? Mishiqlarimiz oddiy mishiqlari 50 mingdan. Birodarlarimiz 500 ming, 600 ming, ularimiz 800 ming shilinglar. 800 minggacha bor. Agar mana ballarni bir ko'rsating, opoqlarim, nevaralar olib chiqib, xursand bo'lib, opoqim shu bozorda, Gulbozor, katta bozorlarga olib chiqadi, xursand bo'ladi. Opoqlar tan joni sog' bo'lsin, umrlariga rizqlarga Alloh baraka bersin. Rahmat siz ham aytganingizga. Mana aytgan shunchalik Misha bozorimizni tushuntirib gapirib beryapsiz. Nomeringizni bering. 90 344 95 99 Mishirda savol bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Videolar boblab rahmat deb like deb